Assalomu alaykum. Kimga shunaqa so'rta xizmatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana nollarni chiqarib ancha ishimiz yurishib qoldi bugun. Bo'ldi, shagird bola, bugun ertaroq ketamiz. Ertaga ertalab xudo xolasa kelamiz. Bugun ishlarim bor edi. Kecha bitta video qo'ygandim. Agar obunachilarim 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, shu obunachilar ichidan bittasini tanlab olib, 2 xona uyini materiallar bersa, bekarga patologiya qilib beraman dedim. Hozir yana ham kattaroq niyat qildim. Xudo xolasa 10 000 ta obunachim bo'ladigan bo'lsa, 2 xona uyini materialni o'zim olaman va patologiyani bekarga o'zim qilib beraman. Xudo xolasa, shuning uchun like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Shu insonlar ichida aynan siz bo'lib qolishingiz mumkin. Xudo xolasa bunaqa so'rotay, lesnitsa xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Faqatgina pol patolog qilmayman men. Tamom yopaman, noldan uy ham ko'taraman, betonlarni qo'yib istashga hamma. Qurilish sohasida nima xizmat bo'lsa aloqaga chiqaveringlar.